Kimga mazza, talabalarga mazza ekanda. Endi ustozinglar oraliq yakuniy nazorat ishlarida menga 40-50 varoq referatni qo'lda yozib kelinglar desa, ikkilanmasdan Telegramdagi mana shu yomon ekan botni ishlatinglar. Botga kirib olasizlar, start tugmasini bosasizlar, yoz komandasini yozib, pastidan ChatGPTdan olingan referat matnini shundoq botga yozib yuborasizlar. Bot esa xuddi qo'lda yozilgandek qilib atur varoqlarni bizga yuboradi. Ularni printerdan chiqarsak bo'ldi xolos. Albatta bu Telegram botda to'g'ri yo'lda ishlatinglar. Masalan, vaqtingiz bo'lmay qolsa yoki ilojlaring bo'lmay qolsa, shuni qo'lda yozishga. Ustozinglar yomon ekan bot orqali shunaqa qildim ustoz desanglar, sizlarni ustozinglar albatta to'g'ri tushunadi. Bu videoni esa talabalarga yuborib qo'yinglar. Albatta sizlarga rahmat aytishadi.